Assalomu alaykum. Sizga yetgan do'stim shu. Kamol, kirur, keyin gaplashamiz. Uka, yoshi ham o'tib ketyapti. O'rtoq, 10 yillarmi farzandim yo'q. Sen tengilari bolasi maktabda o'qiyapti. Ajrashma xotining bilan yurasanmi? Boshqasini top, boshqasiga o'ylan. Gaplashdim. Qiz rozi. O'zingni bir sinab ko'rasan. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa u seni tanimaydi, sen uni. Pulini oladi, ketadi. Men qara Abduqodir. Boshqa yo'lini topaylik. Bu katta gunoh-ku. Oyna. Yoshing 40 dan o'tdi. Sen ham bolali bo'lishing kerak-ku. O'xshasa nikohingga olasan bo'ldi. Senga jonim achigandan gapiryapman. Yur, bo'la qol. Hozir. Assalomu alaykum. Keling. Sizga yetgan do'stim shu. Kamol, kirur, keyin gaplashamiz. Mayli. Keling. Siz o'tirib turing, men hozir kelaman. Alo, Alo, adasi qattasiz? tinchlikmi? Ne yig'layapsan? Tez yetib keling. Tezroq keling, iltimos. Hozir boraman. Qayerga? Uzr, men ketishim kerak. Nodi? Tinchlikmi? Oyim qanday? Doktor analiz javoblarini jo'natgan ekan. Xudo nolalarimizni eshitibdi adasi. Siz yaqinda ota bo'lasiz. On yil kutgan sabrimizni mevasi bu adasi. Nodi, tug'iladigan farzandimiz tug'ilmasdan meni bitta katta gunohdan asrab qoldi.